Bugun men juda muhim savolni tushuntiraman. Qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi? Kim kutsa bo'ladi? Kim esa afsuski kutmasligi kerak? Bu mavzu faqat pensionerlar yoki nafaqa oluvchilarga tegishli deb o'ylamang. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda keksa ota, ona, nogironligi bo'lgan qarindosh, boquvchisini yo'qotgan bola yoki ijtimoiy yordamga muhtoj inson bor. Eng xavfli joyi shundaki, ko'p odamlar qo'shimcha to'lov olish huquqiga ega bo'lsa ham hujjat topshirmagani, noto'g'ri joyga murojaat qilgani yoki o'z toifasini bilmagani uchun pulini ola olmaydi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bu kanalda oddiy odam tushunadigan tilda pul, pensiya, nafaqa, imtiyoz va huquqlar haqida gapiraman. Men avval shuni aniq qilib olaman. Qo'shimcha to'lov deganda hamma ham bir xil narsani tushunmaydi. Kimdir pensiyaga ustama pulni nazarda tutadi. Kimdir nogironlik nafaqasiga qo'shimchani, kimdir boquvchisini yo'qotgan oilaga beriladigan qo'shimcha yordamni. Yana kimdir ish joyidagi ustama yoki kompensatsiyani nazarda tutadi. Lekin bugungi mavzuda men eng ko'p uchraydigan va odamlar eng ko'p adashadigan yo'nalishni tushuntiraman. Pensiya yoki ijtimoiy nafaqa ustiga qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi? Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatga bog'liq edi. Odamning maqomi bor, lekin hujjatda aks etmagan bo'lsa, tizim uni ko'rmas edi. Masalan, kishi nogironligi borligini aytadi, lekin tibbiy mehnat ekspertiza hujjati muddat tugagan bo'ladi. Yoki pensioner takozin yoshga kirgan, lekin ma'lumot yangilanmagan. Yoki odam yolg'iz yashaydi. Lekin ro'yxatda yonida farzandi propiskada turibdi. Natijada u qo'shimcha to'lovga da'vo qila olmaydi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuv kuchaygan. Ayrim holatlarda qo'shimcha to'lov avtomatik tarzda hisoblanishi mumkin. Masalan, yoshga oid ma'lumot nogironlik guruhi, pensiya turi oilaviy holat bazalarida ko'rinadi. Lekin men tajribamdan aytaman, avtomatik tizim bor degani. Hamma narsa o'z-o'zidan to'g'ri bo'ladi degani emas. Ba'zida xato bo'lishi, eski ma'lumot turishi, hujjat muddati tugashi, bank kartasi faol bo'lmasligi yoki odamning yashash manzili to'g'ri ko'rsatilishi mumkin. Shuning uchun asosiy qoida shunday. Qo'shimcha to'lov faqat men eshitdim, qo'shnim oldi, mahallada aytishdi degan gap bilan berilmaydi. U aniq toifa, aniq hujjat va aniq hisob-kitob asosida beriladi. Endi eng muhim savolga o'taman. Qo'shimcha to'lovni kim aniq oladi? Asosiy toifa bu ijtimoiy himoyaga eng ko'p ehtiyojmand deb tan olingan fuqarolar. Bu toifaga odatda keksa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz yashovchi va parvarishga muhtoj odamlar, ayrim hollarda esa alohida xizmat yoki maqomga ega fuqarolar kiradi. Birinchi katta toifa yoshga doir pensiya oluvchilar orasida qo'shimcha himoyaga muhtojlar. Oddiy qilib aytsam, hamma pensioner ham avtomatik ravishda ustama olmaydi. Pensioner bo'lishning o'zi yetarli emas. Qo'shimcha to'lov uchun qo'shimcha asos kerak bo'ladi. Masalan, odam juda keksaygan bo'lishi mumkin. Sog'ligi sababli doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Yolg'iz yashashi mumkin yoki davlat tomonidan oldida e'tirof etilgan maqomga ega bo'lishi mumkin. Misol keltiraman. Anvar ota 18 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi masalan 1.300.000 so'm. U farzandlari bilan yashaydi, nogironlik guruhi yo'q, parvarishga muhtojligi haqida rasmiy xulosa yo'q. Bunday holatda Anvar ota faqat pensiyam kam degan asos bilan maxsus qo'shimcha to'lovni avtomatik olmaydi. Albatta kam ta'minlanganlik bo'yicha boshqa ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Lekin aynan pensiyaga ustama uchun alohida toifa kerak. Endi boshqa misol. Rahima aya 12 yoshda yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa hududda, sog'ligi og'ir, o'zini to'liq parvarish qila olmaydi. Agar uning yoshi, yashash holati va parvarishga muhtojligi tegishli hujjatlar bilan tasdiqlansa, u qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy xizmat olishga real da'vogar bo'lishi mumkin. Bu yerda asos shunchaki yosh emas, balki yosh, yolg'izlik, parvarish ehtiyoji va hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishidir. Ikkinchi katta toifa nogironligi bo'lgan shaxslar. Bu eng muhim va eng ko'p uchraydigan toifalardan biri. Nogironlik guruhi belgilangan fuqarolar ko'p hollarda pensiya yoki nafaqa oladi. Lekin qo'shimcha to'lov miqdori va huquqi nogironlik guruhiga, nogironlik sababiga, ishlash holatiga, yoshiga va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, I guruh nogironligi bo'lgan inson bilan uch guruh nogironligi bo'lgan insonning ehtiyoji bir xil emas. I guruh odatda doimiy parvarish, yordam, dori-darmon, harakatlanish vositalari, boshqa odam ko'magini talab qilishi mumkin.
Shuning uchun ayrim qo'shimcha to'lovlar aynan og'irroq guruhdagi fuqarolarga qaratiladi. Men buni juda sodda aytaman. Tizim avvalo eng ko'p yordamga muhtoj odamni ko'radi. Real hayotiy vaziyat. Sardor aka 45 yoshda, u guruh nogironligi bor, nogironlik pensiyasi oladi. U yarim kunlik ishlaydi. Agar u qo'shimcha to'lov haqida eshitsa, birinchi tekshiradigan narsa uning nogironlik guruhi muddati amaldami, tibbiy xulosa bazaga kiritilganmi, pensiya turi to'g'ri belgilangani yoki yo'qmi. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tizim qo'shimcha to'lovni to'xtatishi mumkin. Odam esa nega pulim kamaydi deb hayron bo'ladi. Sabab ko'pincha hujjat muddatida bo'ladi. Yana bir misol. Dilbar opa guruh nogironligi bor, o'zi mustaqil harakatlana olmaydi. Parvarish qiluvchi shaxsga muhtoj. U faqat asosiy nafaqa bilan cheklanib qolmasligi kerak. Uning oilasi mahalla, tibbiyot muassasasi va pensiya yoki ijtimoiy himoya organlari orqali parvarishga muhtojlik holatini rasmiylashtirishi zarur. Chunki ayrim to'lovlar faqat nogironlik borligi uchun emas, balki parvarish zarurati tasdiqlangani uchun ham beriladi. Uchinchi katta toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu yerda ko'p odam adashadi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa odatda marhumning qaramog'ida bo'lgan shaxslarga beriladi. Eng ko'p uchraydigan holat voyaga yetmagan bolalar, ba'zan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar, mehnatga layoqatsiz oila a'zolari, nogironlik bo'lgan qaramog'idagi shaxslar ham kiritilishi mumkin. Misol, oilada ota vafot etdi. O'rtada 2 nafar voyaga yetmagan farzand qoldi. Ona ishlamaydi yoki kam daromad topadi. Bu oilada bolalar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olishga haqli bo'lishi mumkin. Lekin ona erim vafot etdi, menga to'lov berishsin deb borsa, idora birinchi navbatda bolalarning yoshi, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh hujjati, o'lim guvohnomasi va marhumning ish staji yoki ijtimoiy maqomini tekshiradi. Ya'ni to'lov hissiyot asosida emas, huquqiy bog'liqlik asosida belgilanadi. Raqamni misol qilib tushuntiraman. Deylik, oilada 2 bola bor. Har bir bola uchun alohida ulush hisoblanishi mumkin. Agar oilada 3-chi bola ham bo'lsa, umumiy miqdor o'zgaradi. Agar katta farzand bundagi yoshga to'lsa va o'qishni davom ettirmasa, uning ulushi to'xtashi mumkin. Lekin u kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha davom etish ehtimoli bor. Shuning uchun har yili o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ko'p oilalar aynan shu ma'lumotnomani vaqtida bermagani uchun to'lov to'xtab qoladi. 4-chi toifa yolg'iz pensionerlar va yolg'iz yashovchi yordam muhtoj shaxslar. Bu juda nozik masala. Odam o'zini yolg'iz deb bilishi mumkin, lekin hujjatda u yolg'iz hisoblanmasligi mumkin. Masalan, keksa ona uyda bir o'zi yashaydi, lekin o'g'li shu manzilda ro'yxatda turadi. O'g'il chet elda ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin rasmiy propiskada u bilan birga ko'rsatilgan. Bunday holatda tizim bu odam yolg'iz yashaydi deb avtomatik tan olmasligi mumkin. Men ko'p ko'rgan vaziyat, pensioner ayol mahallaga boradi va men yolg'izman deydi. Mahalla tekshirsa, uy daftarida yoki elektron ro'yxatda nevarasi ham shu manzilda turibdi. Nevara aslida boshqa shaharda yashaydi, lekin rasmiy ma'lumot yangilanmagan. Natijada qo'shimcha yordam rad etiladi yoki kechikadi. Demak, yolg'iz yashashni isbotlash uchun faqat og'zaki gap emas, ro'yxat, yashash holati, mahalla dalolatnomasi va ba'zan qo'shimcha tekshiruv kerak bo'ladi. 5-chi toifa alohida maqomga ega shaxslar. Bunga urush qatnashchilari, mehnat fronti qatnashchilari, davlat mukofotlariga ega shaxslar, ayrim falokatlar oqibatida zarar ko'rgan fuqarolar yoki qonunlarda alohida ko'rsatilgan boshqa guruhlar kirishi mumkin. Bu toifadagi odamlar soni ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin ularning huquqi aniq hujjatga bog'liq. Orden, medal, guvohnoma, arxiv ma'lumoti yoki maxsus maqom tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish qiyinlashadi. Endi men buni oddiy tilda ajratib beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya yoki nafaqa olsangiz, lekin oxirgi yillarda hujjatlaringizni tekshirtirmagan bo'lsangiz, xavotir olish kerak. Chunki sizga tegishli qo'shimcha to'lov hisoblanmayotgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bolalarning o'qishi, yolg'iz yashash holati, parvarishga muhtojlik haqidagi hujjatlar yangilanishi shart. Agar siz 6 yoki 65 yoshga kirdim, demak, albatta qo'shimcha pul olishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, buni qayta tekshiring. Yoshga doir pensiya olishning o'zi hamma ustamalar uchun yetarli asos emas. Qo'shimcha to'lov uchun siz aniq guruhga tushishingiz kerak. Agar siz nogironlik bo'yicha nafaqa olsangiz, lekin guruhingiz muddatsiz emas, vaqtincha belgilangan bo'lsa, albatta muddatni tekshiring.
tibbiy ko'rikdan o'tish sanasini o'tkazib yuborsangiz, nafaqa yoki qo'shimcha to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin qayta tiklash uchun vaqt, asab va hujjat kerak bo'ladi. Agar oilangiz boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, bolalarning yoshi va o'qish holatini nazorat qiling. Ayniqsa 18 yoshdan keyin o'qish ma'lumotnomasi muhim. Bola o'qiyapti-ku, o'zlari biladi deb o'ylamang. Tizim har doim ham avtomatik ko'rmasligi mumkin. Birinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lov hamma joyda bir xil nomlanmasligi mumkin. Ba'zi idorada bu ustama, boshqasida kompensatsiya, yana boshqasida moddiy yordam, ijtimoiy to'lov, parvarish puli deb yuritilishi mumkin. Odam nomdan adashib, menga bu tegishli emas ekan deb chiqib ketadi. Men doim maslahat beraman. Idoraga borganda menga qo'shimcha to'lov bormi deb umumiy so'ramang. Mening yoshim, nogironlik guruhim, oilaviy holatim, yolg'iz yashash holatim bo'yicha qanday qo'shimcha to'lovlar va imtiyozlar bor deb aniq so'rang. Ikkinchi nozik jihat daromad mezoni. Ayrim yordamlar faqat maqomga emas, oilaning daromadiga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, pensioner kam pensiya olsa, lekin uning nomida bir nechta mulk yoki yuqori daromadli oila a'zolari bilan bir ro'yxatda bo'lsa, ayrim ijtimoiy yordamlar rad etilishi mumkin. Bu hamma qo'shimcha to'lovlarga tegishli emas, lekin ayrim dasturlarda muhim. Uchinchi nozik jihat ro'yxatdan o'tgan manzil. Odam bir joyda yashaydi, boshqa joyda ro'yxatda turadi. To'lov esa ro'yxatdagi hudud orqali ko'riladi. Masalan, pensioner qizi bilan Toshkentda yashayapti, lekin ro'yxati viloyatda. U Toshkentdagi mahallaga borsa, siz bizning hududda rasmiy emassiz deyishlari mumkin. Viloyatga borsa, amalda u yerda yashamayotgani muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun manzil ma'lumotlarini tartibga keltirish juda muhim. To'rtinchi nozik jihat bank kartasi va to'lov usuli. Bazadan pul tayinlangan bo'ladi, lekin odam ola olmaydi. Sababi karta muddati tugagan, bank rekvizitlari o'zgargan, hisob raqami yopilgan yoki ismi familiyada bitta harf xato yozilgan bo'ladi. Odam esa menga bermayapti deb o'ylaydi. Aslida to'lov qaytib ketayotgan bo'lishi mumkin. Beshinchi nozik jihat ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi. Agar odam noto'g'ri ma'lumot asosida qo'shimcha to'lov olib yurgan bo'lsa, keyin tekshiruvda bu aniqlansa, davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, bola o'qishni tashlagan, lekin oila bu haqida xabar bermagan yoki nogironlik muddati tugagan, lekin to'lov davom etgan. Keyin bir necha oy yoki yil uchun qarzdorlik chiqishi mumkin. Shuning uchun tizim bilmasa bo'ldi degan fikr juda xavfli. 6-chi nozik jihat og'zaki rad javobi. Ko'p odam idoraga boradi, oynadagi xodim sizga tegishli emas deydi. Odam qaytib ketadi. Men bunday qilishni noto'g'ri deb bilaman. Agar siz o'zingizni haqli deb hisoblasangiz, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob talab qiling. Og'zaki radni isbotlay olmaysiz. Yozma javob esa keyingi bosqichda shikoyat qilish yoki qayta ko'rib chiqish uchun asos bo'ladi. Birinchi qadam o'z to'yfangizni aniqlang. Siz yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik pensiyasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olasizmi? Yolg'iz yashaysizmi? Parvarishga muhtojmisiz? Alohida maqomingiz bormi? Buni qog'ozga yozib chiqing. Masalan, men 24 yoshdaman. Guruh nogironligim bor. Yolg'iz yashayman, pensiya olaman. Mana shunday aniq yozsangiz, qaysi asos bo'yicha murojaat qilishni tushunasiz. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Odatda pasport yoki ID karta. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot. Nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari. O'qiyotgan farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma, yolg'iz yashash bo'lsa mahalla dalolatnomasi yoki yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'ladi. Agar alohida maqom bo'lsa guvohnoma, medal, orden yoki arxiv hujjati tayyor bo'lishi kerak. 3-chi qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya va unga bog'liq to'lovlar bo'yicha odatda pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilinadi. Mahalla ham ko'p hollarda birinchi bo'g'in sifatida yordam beradi, lekin mahalla har doim yakuniy qaror chiqaruvchi idora bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mahalladan ma'lumot olib, keyin tegishli rasmiy organga ariza bering. Davlat xizmatlari markazi orqali ham ayrim xizmatlarni olish mumkin. Elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, mytok.com, uz kabi portallar orqali ham tekshirish mumkin. 4-chi qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada umumiy gap emas, aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, mening yoshim, pensiya turim, nogironlik guruhim va oilaviy holatimdan kelib chiqib, menga qonunchilikda belgilangan qo'shimcha to'lovlar mavjud
yoki mavjud emasligini tekshirib berishingizni hamda asoslangan yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, idora sizga shunchaki og'zaki gap bilan javob bermasligi kerak. 5-qadam javobni saqlang. Ariza nusxasi qabul qilingan sana ro'yxat raqami, xodimning javobi, SMS xabar, elektron kabinetdagi ma'lumot hammasini saqlang. Keyin muammo chiqsa, men murojaat qilganman deb isbotlay olasiz. 6-qadam to'lov hisob kitobini tekshiring. Agar sizga qo'shimcha to'lov tayinlansa, miqdori qachondan boshlab hisoblanganini so'rang. Ba'zan to'lov murojaat qilingan kundan, ba'zan huquq paydo bo'lgan kundan, ba'zan hujjat to'liq topshirilgan sanadan hisoblanadi. Bu juda muhim. Masalan, odam yanvarda huquq ega bo'lgan, lekin iyunda ariza bergan. Ayrim holatda faqat iyundan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. 7-qadam rad etilsa, sababini biling. Sizga mumkin emas degan javob yetarli emas. Nima uchun mumkin emas? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi toifaga tushmaysiz? Qaysi ma'lumot bazada noto'g'ri? Agar sabab hujjat yetishmasligi bo'lsa, uni to'ldirib qayta murojaat qilasiz. Agar sabab noto'g'ri talqin bo'lsa, yuqori turuvchi organga shikoyat qilasiz. 8-qadam. O'zgarishlarni yashirmang. Farzand o'ginbaqi yoshga to'ldimi? O'qishni tashladimi? Nogironlik guruhi o'zgardimi? Yashash manzili almashdimi? Parvarish qiluvchi shaxs o'zgardimi? Bularni vaqtida xabar qilish kerak. Chunki keyin ortiqcha to'lov qarz bo'lib chiqishi mumkin. Tasavvur qiling, birinchi oila 70 yoshli pensioner pensiyasi 1,7 million so'm, farzandlari bilan yashaydi. Sog'lig'i nisbatan yaxshi, nogironlik yo'q. Bu odam har qanday qo'shimcha to'lovni avtomatik olmaydi. U boshqa ijtimoiy yordamlarni tekshirishi mumkin, lekin asosiy ustama uchun qo'shimcha maqom kerak. Ikkinchi oila takimiz 3 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. Harakatlanishi qiyin. Mahalla uni haqiqatda yolg'iz deb biladi. Tibbiy hujjatlarda parvarish ehtiyoji ko'rsatilgan. Bu holatda qo'shimcha to'lov yoki ijtimoiy xizmat olish ehtimoli yuqori. Lekin shart hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. 3-oila. Ota vafot etgan, 3 bola qolgan. Ulardan biri 19 yoshda va kunduzgi universitetda o'qiydi. Agar o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilsa, u o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovni davom ettirishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Agar ma'lumotnoma topshirilmasa, to'lov to'xtashi ehtimoli bor. 4-vaziyat. Guruh nogironligi bor odam har 2 yilda qayta ko'rikdan o'tishi kerak, lekin muddatni o'tkazib yubordi. Uning to'lov to'xtadi. U idorani ayblaydi. Lekin tizim uchun asosiy hujjat muddati tugagan. Demak, nogironlik muddati kundalikdagi eng muhim sanalardan biri bo'lishi kerak. 5-vaziyat. Pensioner yolg'iz yashaydi, lekin o'g'li uning uyida ro'yxatda turibdi. O'g'il Rossiyada ishlaydi, lekin rasmiy ma'lumotda birga yashovchi sifatida chiqadi. Bu holatda pensionerning yolg'izligi isbotlanmay qolishi mumkin. Yechim: ro'yxat ma'lumotlarini tartibga keltirish, mahalladan haqiqiy yashash holati bo'yicha dalolatnoma olish, kerak bo'lsa tegishli idoraga yozma murojaat qilish. Bugungi asosiy fikr shuki, qo'shimcha to'lovni aniq oladiganlar bu shunchaki pensiya oluvchilar emas, balki qonunda belgilangan asosiy toifaga kiradigan va hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilgan fuqarolardir. Eng ko'p uchraydigan asosiy toifalar. Nogironligi bo'lgan shaxslar, juda keksa va parvarishga muhtoj pensionerlar, yolg'iz yashovchi yordamga muhtojlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va alohida maqomga ega fuqarolar. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingiz yoki ota-onangiz hujjatlarini tekshiring. Pensiya turi, nogironlik muddati, o'qish ma'lumotnomasi, yashash manzili, bank kartasi, mahalla ma'lumotlari, bularning hammasi pulingizga bevosita ta'sir qiladi. Huquq bor, lekin hujjat yo'q bo'lsa to'lov kechikadi. Hujjat bor, lekin tizimda xato bo'lsa to'lov chiqmaydi. Shuning uchun faol bo'ling, yozma murojaat qiling, javob talab qiling. Agar siz yoki yaqinlaringiz qo'shimcha to'lov olgan bo'lsa yoki rad javobi olgan bo'lsa, kommentariyada vaziyatingizni yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ko'p odamlar o'zlariga tegishli pulni faqat bilmagani uchun olmayapti.